Ustozga masala kerak. Ketaveramizmi? Hamma o'tirsin, ustoz chaqirib keldim. Dars bo'lar ekan. Vatan! Uyga vazifani eslatma. Ustoz, 30 varoq konspekt beruvni yozib keldim. Voy, top. 1-oktyabrga ustozga bakal sovg'a qilamizmi? Nima? Sizlarga shuncha yil beminnat ta'lim bergan insonga bakal ravo ko'rasizlarmi? Bakalyoniga paxta gulli choni ham qo'shib beraylik. Yomon ham paxta qo'yasan-de. Oxirgi partida kim nos chakdi? Yo ustoz, nosursin biza chakmadik. Yo'q, ustoz, bizning sinfdagi bolalar chekmaydi. Ko'zimga qarab. Qidding-ku. Xayriyat, 1 minut qoldi. Ustoz, menda lix jadvalni bitta takrorlab olaylik. Voy onasini yemsan, bizani o'rnimizga ham o'qib olim bo'larmidi? Vatan! Men maktabga o'yin kulguvchi kelmayman, o'qigani kelaman. Bora! Zvonok o'quvchiga emas, o'qituvchiga chalinadi. Zaynab!